Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana yurtimizda aynan biz o'zbek xalqini Yangi yil bayrami, yangilanish bayrami, Navro'z bayrami munosabati bilan mana yurtimizning eng chekka hududlaridan hisoblanmish Go'zal Surxon vohasini ajoyib tumanlaridan biri, ibratli tumanlaridan biri Qumqo'rg'on tumanining Go'zal mahallasi, Maftunkor mahallasi hisoblanmish Xo'jamulki mahallasida bugungi kunda mana Navro'z umumxalq bayrami nishonlanyapti. Shu bilan birgalikda mana xalqimiz ochiq budjet loyihasida ikki turdagi yo'nalishdagi loyihani yutib oldi. Ushbu munosabat bilan albatta bizni mahallamizning fuqarolarining kayfiyati juda ham ko'tarinkida. Barcha mahalladoshlarimizga yana bir karra bayramona kayfiyat tark etmasligini so'raymiz. Yurtimizni, xalqimizni tinchligi abadiy bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.